mani erim aytardi, ketaman desam, qayerqa borasan debdi menga. O'ylab qarasam boradigan joyim yo'q edi. Onam uyiga boramanmi, nima qilaman o'tda o'tirganda? Onam uyida. O'tda ukang bor, kelining bor. Sani bolang bitta non ko'p yeb qo'ysa, namicha non ko'p yeyapti deydi. Ikkita bulkani olib kelgan deydi. Qomadimi deydi. Keyin bolalaringga qarab qo'yasan. Ovqat qomadimi desa, qomadi ovqat deydi kelining. Keyin ular onang nima deb chiqib ketsa, bolalaringga qarab qo'y. Tog'ingga ovqat qolmabdi. Boya aytdim seni yemagin dedim, deb o'tiramiz. Shunaqa bo'ladi-ku. To'g'ri boshimizda o'tganda. Bekor yedingda yema. Masalan, kastrulka bo'ladi, kastrulkaning ichida non turadi-ku. Kastrulkani ham qoqqog'ini sekin ochib ichidan non olamiz. Потому что kastrulka taqir tuqur qo'ysa, kelinimiz chiqardi mana qilib yoki ukamiz bu nima edi? Kim kastrulkani taqillatayotgan deb. Voy shunaqa. Onamiz keyin kosadagi ovqatini olib o'zini nevarasiga beradi, meni bolamga bermaydi. O'sha paytda bundoq yuraging og'rib qoladi. Uyimda bo'lganda qaynonam hozir o'zini kosasidagi ovqatni men bolamga bergan bo'lardi deb o'tirardik. Shunaqa bo'ladi-ku, boshimizda o'tgan. Onam misol uchun kosadagi ovqatini oladi, o'zini bolasiga beradi. Nevarasi-ku. Meniki ham nevara, lekin to'ychidan borgan nevarada, qiznikida. Bu begona. U o'ziniki. O'shaning uchun mah deb unga beradi. Yo bu yoqqa chiqib kelsa, konfet olib kelsa ham mah deb unga beradi. Biz bolalarga bermaydi. Yuragi og'rib qoladi-da, lekin o'sha paytda solishtirish boshlaysan. Uyimda bo'lganimda qaynonam hozir ovqatini men bolamga bergan bo'lardi. Uyda bo'lganda hozir qaynonam unaqa qilgan bo'ladi. Qaynonam unaqa qilgan bo'ladi deb solishtirasan-da, keyin o'z uyga ketsam bo'lar ekan deysiz bir haftadan keyin. Keyin kutib o'tirasiz, qachon kelar ekan erim, qachon olib ketar ekan. Bitta mashina olsa dadangmi? Dadangmi? Boshimizda o'tganda, keyin bitta mashina kelsa, dadang keldi, davay, o'sha uyga kirmasdan turib narsalar yig'ishtirasan. U ham biladi-da, shu zo'rg'a o'tirganingni. Kirib kelayotgan, davay ketdik, men shoshib turibman deydi. Nimaga kelding? Bormayman men deyishga vaqt yo'q. Tez. Bolalarim bor, mashinaga o'tirib olardi o'sha. Kiyimlarni ko'tarishmaysanmi? Yugurib bor mashinaga o'tirib olardi. Voy, o'zimiz adamiz keldi deb.